Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi Asliddin Boboyev qizil burchakda, Qashqadaryo viloyat vakili Abdulhamid Azimov ko'k burchakda. 65 kg vazn toifasi. Judge 4, Baba Rahimov. Judge 5, Abdul Alimov. Your referee of this bout, Tolibayev. Hozirdan ko'rsatmalar Welcoming your boxers and boxing out of the red corner, Farhadjon Ismoilov from Farg'ona region. And boxer out of the blue corner, Amirbek Jo'raqulov from Bukhara region. Soliyev mahalliy hakam jangni boshqarib boradi. Start. Azimovning zarbasi tanaga. Boboyev jeb bilan kutib olmoqchi edi, lekin Azimov buni kutib o'tirmadi. Ishlayapti. E'tibor bering, zarba almashinuv. Ikkalasi ham kuchli zarbalar yo'lladi. Yakunda chap qo'lda qizil burchak vakilining zarbasi ancha xavfli chiqdi. Referi ochiq qo'l bilan zarba berish mumkin emas. Tanaga zarba Boboyevdan. Azimov o'ng qo'lda tanaga. Klinch. Tanaga, yana Azimovdan, yana tanaga. Qisqa masofaga kirish bilan qoringa zarba va keyin boshga ham o'tyapti. Kombinatsiya qilib yana zarbalar kutib olishdi. Boboyev bosim davom etyapti. Azimov hujumni juda zo'r o'tkazdi va javob tariqasida Boboyev vaqt-vaqt bilan zarbalar yo'lladi. First round. Referini eshitishmayapti. Yana Azimov hujumda Boboyevning zarbasiga chap berdi. Shiddat bor bu jangda. Ancha qiziqarli tus olyapti. Yana zarba, ikkilik zarba. Azimov yana shunday zarba. Almashinuv juda zo'r bo'lyapti ikki sportchi o'rtasida, lekin Azimov tezroq bir hujumga kirganda bir necha zarbani yo'llayapti. Jigarga zarba qizil burchak vakilidan. Azimov hujumda, Boboyev endi aniq zarbalar yo'lladi. Yana Azimov bostiryapti. Bostirib boryapti raqibining oldiga. Bu knockdown emas. Azimov yakunni yaxshi o'tkazmoqchi. Raundni o'zi yaxshi o'tkazdi Azimov. Xo'sh, 20 soniyadan kamroq vaqt bor. Oxirgi 10 soniya. Birinchi raund tugadi. Juda ko'p zarba ko'rdik bu raundda. Va 4-1 hisobida Asliddin Boboyev bu raundni yutib oldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Iordaniya, Vengriya hamda Marokashlik referilar Asliddin Boboyevning g'alabasini qayd etdi. Namangan viloyatidan bo'lgan referi hakam Abdulhamid Azimovga ustunlikni bergan. Takroriy lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Yana quchonib keladi, qo'shilib keladi, jigariga bitta qattiq.
Hozir Azimov oldinga otilishini taxmin qilyapti. Boboyevning murabbiylari ham ko'ramiz, bu ish ro'y berarmikan. Chap qo'l va ortidan darhol o'ng qo'lda tanaga va ishlayapti Azimov, farqni oshirib tashlamoqchi. Birinchi raundni yutqazganidan so'ng vaqt hisob ochilyapti. Darhol shifokor. Kuchli zarba o'tkazgan ekan Azimov. Boboyevdan kuchli bitta zarba so'rayapti murabbiylari. Azimov mana zarbalar. Seconds out. O'yin o'sha holat yana zarbalar Azimovdan. Ancha kuchli zarbalar yo'llayapti Azimov. Va e'tibor bering, zarba bilan shuni ochiq jang ikkala sportchi o'rtasida ham bir varakayiga tinimsiz zarba yo'llayapti Abdulhamid Azimov hamda Asliddin Boboyev. Chap qo'l o'tkazib yubordi Azimov. Yana zarbalar ketma-ket. Azimov tinimsiz seriya ko'rsatyapti. Boboyev esa tana harakati evaziga zarbalarni bir nechasini havoda qoldirdi. Yana Azimovda zarbalar davom etyapti, bunday zarbalar. Ancha qizg'in jang. Azimov. Yana e'tibor bering zarbalarga. Tanaga yana Azimovning zarbalari. Azimov tanasiga zarba qabul qilib oldi. Ikkinchi raund tugadi. Juda ham shiddatli, juda ko'p zarba ko'rgan raundimiz o'z yakuniga yetdi va bu raundni 3-2 hisobida Abdulhamid Azimov yutib olyapti. Hozir comeback bo'lishi mumkinmi? Demak, 19-19, 19-19, 4 ta hakam 19-19 umumiy hisobda. Bitta 20-18 Asliddin Boboyevning ustunligi. Minimal farq, juda kichik farq. 3-raund haqiqiy chempionlik raundiga aylanadi. Mana takroriy lavhalar. Mana shu yerda yo'q, undan oldinroq bo'lgandi. Azimov qoyil qolishi kerak. Abdulhamidga o'tkazgan og'ir zarbasidan keyin oyoqda biroz tik turishga qiynaldi-yu, o'shandan keyin darhol bir necha soniya ichida qaytib raundning ikkinchi qismini o'z foydasiga yozib, bu raundni umumiy hisobda yutib ketdi. Wow! Yana ochiq jang va bu safar endi Boboyev aniqroq ishladi, hisob ochildi. Yana ketma-ket zarbalar. Azimov ham boshlayapti. Azimov ko'proq zarba yo'llayapti, lekin Boboyevda zarba juda kuchli chiqyapti. Chap qo'l cross 2 marta yo'llandi va o'shandan so'ng knockdown.
Yana Azimov bostirib boryapti. Aslo qaytayotgani yo'q, aslo chekinmayapti. Ochiq jang, shiddatli jang. Boboyevning murabbiylari yon tomonga ko'proq qoch va yon tomondan zarba yo'lla deb aytib o'tmoqda. Azimov esa tutyapti, yana chap qo'l kross keldi, lekin bu safar unchalik ta'sirli bo'lmadi. Klinch. Aynan har bir klinch qizil burchak vakilining foydasiga ishlayapti. Tegmadi qoringa zarba. Murabbiylar so'ragan edi. Yana Azimov tuta oldi. Aniq zarbalar. Chap qo'l kross xohlayapti. Yana yo'llamoqchi o'sha krossni. Boboyev. Hozircha bo'lmadi. 1,5 daqiqa vaqt bor. Raundning endigina yarim ortda qoldi. Bosim. O'ng qo'l kross, o'ng chap qo'l tanaga. Azimov esa klassik usulda yaqinga borib jang qilyapti. Va e'tibor bering uning zarbalariga. Yana zarba o'ng qo'l. Javob zarbasi hozircha yo'llanmadi Boboyev tomonidan. Azimov yaqinlashyapti. O'ng qo'l. Boboyev javob tarzida chap qo'lda zarbalar yo'llab turdi. Yana klinchdan chiqish so'ralyapti Azimovdan. Qo'lni ushlab qoldi. Mumkin emas. Oyoq harakatlarini ishlat, oyoqni harakatga keltir deyishyapti murabbiylar. Ya'ni bir nuqtada turib qolma demoqda. Chunki Azimovga hozir hujum kerak. U hujum qiladi. Vaqt esa Boboyevning foydasiga ishlayapti. Yana klinch. Chap qo'l kross Boboyevda. Azimov yana zarbalar. Klinchdan sal masofa ochilishi bilan yana zarbalar yo'llayapti sportchilar. Yo'q, bu kurash emas, so'nggi soniyalar. Dahshat jang do'stlar, juda ham zo'r jang. Bu O'zbekiston chempionati keskin raqobat. Har bir vazn toifasida deyarli har bir bosqichda mana shunday yorqin tomoshabob janglar bo'layapti. Natija hozir e'lon qilinmasidan oldin ikkala sportchiga ham rahmat aytamiz. Abdulhamid Azimov hamda Asliddin Boboyev. Demak, hozir hisob-kitob bo'layapti. Qaror aniq. Uni o'qib eshittirish qoldi. Ayro qarorlar bilan. Qizil burchak 4-1, 4-raundda ham 4-1 hisobi qayd etildi. Va keyingi bosqichga Asliddin Boboyev yo'l olmoqda. Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi Asliddin